Dadasi, meni kechiring. Mana shu agar shunaqa narsa shov-shuv bo'lib ketsa, mana shu darajaga yetib qolsa shu voqea, men o'zim taklif beraman. Dadasi mendan voz keching deyishdi. Qachongacha meni orqamdan yomon gap eshitasiz? Men charchadim, sizni uyaltirib yurishdan charchadim. Nima qilay, san'atdan ham voz kecholmayman, sizdan ham voz kecha olmayman. Bittasini ham tanlay olmayman. Lekin bu gaplarni yuziga ayta olmayman. Meni huvaydo qilib turgan sizsiz. Boringizga shukr, dadasi. Sizni yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. Sizni qanchalik yaxshi ko'rsam, san'atimni ham shunchalik yaxshi ko'raman. Qachondir siz uchun voz kechaman san'atdan. Lekin hozir avjidaligida tashlab keta olmayman. Bolalarimizni yaxshi yedirishimiz kerak. Yaxshi joylarda o'qitishimiz kerak. Hozirgi zamonda ishlab, bir kishi ishlasa bo'lmaydi hozir. Birga ishlashimiz kerak. Farzandlarimizni zo'r inson qilishimiz kerak. Olim qilishimiz kerak. Mo'min qilishimiz kerak, saxovatli boy qilishimiz kerak. Men bilanligingizdan xursandman. Siz tursangiz bo'ldi meni yonimda.